Angliyada nima ish qilyapsiz desangiz, mana yaproq yulyapmiz. Qalampirning yaproqlarini yulib, mana bir qop bo'ldi. Bir qop pullay. Bu yaproq yulishimizga qancha beradi deysizmi? Haftasiga 8 millionlar atrofi beradi. Juda ham noshukur bo'lib ketamiz a. Shu yaproq yulsak ham. Lekin sizlarga zo'r yangiligim bor. Angliya orzusidamisiz do'stlar? Sizlar uchun yaxshi yangiligim bor. Ya'ni bizlar firmamizdan 2 kishi uchun har yili taklifnoma beriladi. Endi bu yil taklifnomani sizlarga hadya qilaman. Buning shartlari oddiy. Meni do'stimga obuna bo'lasiz va har bir qo'ygan postimga like, repost jumaloqchani bosib qo'yasiz va do'stlarga ulashib qo'yasiz. Eng yaxshi kommentariyada aktiv bo'lgan insondan birini tanlaymiz. Hammangizga omad. Shunday Angliyaga kelib, yaproq yulib ishga nima yetsin? Yaproqlarni yulib yurasizlar. Ko'rishguncha. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.